Tamom jamoa Jasur turba zavrlar Barchaga yordam berar Qutqarishga shay'unlar Do'stlar bo'lsa yoningda bari oson bo'lar Boshingga kelsa kulfat yordamga kelar Turba zavrlar olg'a xavflar ketsin nari Turba zavrlar olg'a sarguzashtlar sari Turba zavrlar olg'a yordamga ucharlar Qutqarishga shay'unlar sen chaqirsang bo'ldi Turba zavrlar olg'a Men tezda qaytaman. Yo'qligimda ukangizga qarab o'tiringlar, xo'pmi? Ha? Menimcha u sohilga borgisi kelyapti. Ha, o'tgan gal unga rosa yoqib qoluvdi. Lekin bugun u yerga bora olmaymiz. Juda uzoq. Ertalabdan borish kerak edi. Kechir, Ipolit. Bugun sohilga bora olmaymiz. Balki sohilni uni yoniga olib kelarmiz. Buni qanday uddalaymiz? Bizga ko'proq qum kerak. Mana bolalar, bu yerda qum juda ko'p. Qumdan buvimni hovlisiga olib borish kerak bo'ladi. Bu juda oson. Turbozavrlar olg'a. Qayerga tortamiz? Haligi Bir daqiqa. Sizlar bilan dunyodagi eng zo'r razvedkachi. Ha, topdim. menimcha yetsa kerak. Uyga ketdik. Tor, shu yerni kavla. Qoyil. Ish degani bunday bo'pti. Senga yoqdimi, Ipolit? Ha, lekin buvimga bu yoqmasligi aniq. Bir fikr tug'ildi. Buvijon uchun ham bir nima o'ylab topamiz. To'g'ri. Buvim ham anchadan beri gulzori bo'lishni xohlardi. Endi gul eksak bo'lgani. Sohilga xush kelibsizlar. Ha, nima bo'ldi, Ipolit? Tushundim. Suv. Sohil suvsiz bo'lar ekanmi? Lekin bu yerda ko'l yo'q-ku. Ko'l yo'q-ku, lekin suv bor-ku. Tor, mana u yerga chuqur qazish kerak. Muammosiz. Chaproq, o'ngroq, chuqurroq qazish. Balki o'zing qanday qazish kerakligini ko'rsatarsan, ha? Suvni och. To'xta. Yer suvni shimib olyapti. Gidroizolyatsiya qilish kerak. Uni nimadan yasaymiz?
E'tiboringiz uchun pritsepning o'lchami sizlar qazigan chuqurning o'lchamiga mos keladi. Men sizga aytsam. To'ppa to'g'ri. Nega bu avvalroq xayolimga kelmadi ekan? Zir, sen dahosan. Bolalar, pritsepni chuqurga joylashtiramiz. Oy! Yo'q. Ish bitdi. Voy, bu bum keladigan avtobusning ovozi. Yashirininglar. Salom buvijon. buvijon. Salom. Voy, buni qaranglar. Anchadan beri shunaqa gulzorim bo'lishini xohlardim. Faqat gullarni ekish qoldi xolos. Bu hali hammasi emas, buvijon. Qarang. Ippoletni endi shaxsiy sohili bor. Barakalla bolajonlarim. Shuncha narsaga qanday qilib ulgurdingiz, a? Menimcha, bu ishingiz mukofotga arziydi. Mana, sizlarga muzqaymoq olib keldim. Katta rahmat buvijon. Nima? U o'z muzqaymog'ini dinozavrlarga bermoqchimi? Juda aqlli bo'lasan-da, Ippolit. Biz ham muzqaymog'imizni bersak-chi, to'r va bullarsiz hech nima qila olmasdik axir. Ketdik. Endi esa sen ham o'ynab ko'r. Senga ham yoqadi. Shunday deb o'ylaysanmi? Yep. Balki yetar atrab. To'xtata qol endi uni. Shunga uranyapman. Voy. Ataylab qilyapsanmi? Albatta yo'q. To'r, shunchaki tugmalari juda mayda ekan-da. Shunga menimcha sen bilan bu o'yinni o'ynay olmaymiz shekilli, Petya. Men esa poyga uyushtirishni rosa orzu qilgandim. Balki o'zimiz haqiqiy poyga tashkil qilsak-chi, nima deysizlar? Lekin o'rmon ichida buning imkoni yo'q. Shosseda ham juda xavfli. Men topdim. Poyga uchun trassa quramiz. Xo'sh. Ha! Menimcha trassa qurish uchun bu yerda joy yetarli. Mana qaranglar. Lekin ancha ish bor. Tuproqni tekislab, to'nkalarni kavlab olishga to'g'ri keladi. Quloqlarimga ishonmayapman. O'simliklar nima bo'ladi? Bu yerda qo'ng'iroq gullar o'sadi-ku. Qani ular? Ular yilning bu paytida gullamaydi. Lekin bu ular yo'q degani emas. Qo'ng'iroq gullar noyob gullar. Biz esa tabiatni asrashimiz kerak. Imkonsiz ishning o'zi yo'q. O'simliklarni tuprog'i bilan birga boshqa joyga ko'chiramiz. Bul, sen to'nkalarni qo'porasan. Hanki, sen ularni tashiysan. Tor, sen yerni haydab, notekislik joylarni tekislaysan. Do, sen esa trassani zichlaysan. Trak, sen Katya bilan gullarni boshqa joyga o'tkazasan. Zer esa Zer esa dam oladi. Nima uchun? Chunki bu sizning trassangiz. Axir men na mashina va na robotman. Poygada qatnasha olmayman. Sen hakam bo'lishing mumkin, Zer. Rostdanmi? Hakam bo'lamanmi? Eshitdinglarmi? Men hakamman. Bosh hakam bo'laman. Turbozavrlar olg'a!
Tayyorlaning. Diqqat. Olg'a. Oy. Yaşasın. Men yutdim. Ha, mayli, biz yutdik. Bu g'irromlik. Agar meni trassadan itarib yuborishmaganda birinchi bo'lib kelgan bo'lardim. Axir o'zing ham shu ishni qilding-ku. Lekin do ayollik qilmadi. Nima demoqchisan, Trak? Tushuna olmadim. O'zing yaxshi bilasan. To'r ikkingiz atay shunday qildingiz. Hakam barini ko'rdi. Biz shunaqasi qiziqroq bo'ladi debmiz. Hechamda hammasi haqqoniy bo'lsa o'sha qiziq. Ha, to'g'ri. Biz nohaqlik qildik. Bilasizlarmi nima? Kelinglar haqqoniy musobaqa o'tkazamiz. Masalan, dinozavrlar o'rtasida yugurish bo'yicha. Xo'sh, qalay? Tayyorlaning. Diqqat. Diqqat. Ha, albatta Trak birinchi bo'ladi. Uning oyoqlari hammanikidan uzun. Trak, lat yemadingmi? Hammasi joyida do. Poygada davom etamiz. Do'stlik zafar quchdi. Ajoyib poyga bo'ldi. Menda bir fikr bor. Axir uchish bo'yicha ham musobaqa uyushtirish mumkin-ku, to'g'rimi? G'olib uchun yaxshigina sovrin bilan. Ha? Nega kulyapsiz? Nima, noto'g'ri gapirdimmi? Voy, ana bo'lmasam. Voy, bu daraxtlar bema'nilik qilishyapti. Menimcha bu yerda boshqa birov aybdor. Do to'g'ri aytyapti. Sen juda ko'p yeysan, Tor. Mana sen bilan quvlashmachoq ham o'ynab bo'lmay qoldi. Qo'ysanglarchi, bolalar. Yo, eshitdinglarmi? Menimcha yo'lda ta'mirlash ishlari boshlanyapti. Mana buni qurilish desa bo'ladi. Men ham o'sha yerda ishlashni xohlardim. Orzuga ayb yo'q. U yerda bizsiz ham texnika yetarli ekan. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q, bo'l. Texnika degani ba'zan buzilib ham qoladi. Shuning uchun ham hech kim hayron bo'lmaydi. Agar arzimas o'rin almashish sodir bo'lsa-chi? To'g'ri. Ustalar ketgach, Trak darvozani olib tashlaydi. Tor, Anki va Bul boshqa mashinalarning yoniga avtoturargohga turib olishadi. Zer hammasini tasvirga oladi. Men, Katya va Do shu yerdan turib sizlarni kuzatamiz. Qani bo'lmasam ishsiz qolib ketmaylik. Demak, masala hal. Ha, o'yin kulgi qilamiz. Hamma tayyormi? Unda turbazavrlar olg'a! Ana bo'ldi. Hozir 9 bo'ladi. Hali ulguramiz. Yugurdik. Negadir juda jimjitmi? Ha. Xuddi qurilishda ishlaganga o'xshaydi-ya bular.
Xo'sh. Ishtirokchilar almashinuvi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Haydovchilar xursand, o'zlarini ko'rsatishlari uchun sanoqli daqiqalar qoldi. To'r qayerda qoldi? Torning omadi keldi. Unga yo'lning alohida qismini ishonib topshirishdi. Nazarimda bizning Tor o'zini ko'rsata oldi. Hamma uni ko'rib hayratda qoldi. Hamma shon sharaflar esa boshqasi uchun bo'lyapti. Shoshilinch xabar, shoshilinch xabar. Torni tekshiruv uchun jo'natishmoqchi. Tekshiruv uchun? Xo'sh, ularga yordam beramizmi? Ha, buni uddaladik. Essiz. Jamoani eng kerakli vaqtida tashlab ketdim. Balki bu seni tinchlantira olar, qahramon. Qoyil maqom tezlikdagi texnika. Kim meni ko'p ovqat yeysan der edi? Shunchaki qoyil maqom mashinalar uchun juda ko'p quvvat kerak bo'ladi. O'zingiz uchun bilib oling. Aytgancha, tushlik vaqti bo'ldi. Afsus, anchadan beri yomg'ir yog'mayapti. Gullar ham so'lib qolyapti. Bujon, bulutlarni qarang. Yomg'ir yog'ishi aniq. Oho! Shunchaki yomg'ir yog'maydi. Haqiqiy jala quysa kerak. Petya, Katya, darhol uyga kiringlar. Avval hamma olmalarni terib olishim kerak. Haqsan, mana ketyapman. Nima bo'ldi? Momaqaldiroq oddiy bir ovoz-ku, undan qo'rqish kerak emas. Lekin chaqmoq esa bu umuman boshqa narsa. Chunki chaqmoq boshqarib bo'lmaydigan elektr energiyasi. U yong'in keltirib chiqarishi yoki odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Buni darsda o'rganganmiz. Nazarimda yomg'ir to'xtaganga o'xshaydi. Yur aylanamiz. To'xta, adashmasam o'rmonda nimadir yonayotganga o'xshaydi. Qani? Ana qara, shu atrofga chaqmoq tushgan edi. Bujon, o'rmon yonyapti. Hoziroq o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qilaman. O't o'chiruvchilar kelgunigacha yong'inni to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin o'zimiz uddalay olarmikimiz? Shuning uchun hamma umidimiz do'stlarimizdan-da. Yong'inni o'chirishda bizga yordamingiz kerak. Bu juda qiyin topshiriq. Ha, qiyin, lekin biz uddasidan chiqamiz. Mana bu yerda ko'l bor. Ariq nimani bunday qazib, uni suv bilan to'ldirsak, olov narigi tarafga o'tib ketmaydi. Seni rejang ish bermay qolsa-chi? Olov shaharga yaqinlashib qolishi mumkin. Odamlarni ogohlantirish kerak. Siz Dov bilan birga qo'shnilarni ogohlantiring, evakuatsiya qilish kerak bo'lsa tayyor turishsin. Biz esa ariq qazishni boshlaymiz. Turbazavrlar olg'a!
Sizlar ariq qazishni boshlang. Sen bu tarafdan, sen esa narigi tarafdan. Bu yerda qurigan shox-shabalar ko'p ekan. Agar birortasiga olov uchquni tushsa bormi? Trak, qurigan shox-shabalarni yig'ib chiq. Anki, sen yog'ochlarni olovdan uzoqroqqa olib o't. Men nima qilay? Sen esa yuqoridan olov qaysi tarafga qarab ketayotganini kuzat. Shamol biz tarafga qarab esyapti. Olov juda yaqin, shimoliy sharqda. Qayerda deding? Trak chalg'ima. Rahmat, Katya. Har ehtimolga qarshi kerakli buyumlarni tayyorlab qo'yaman. Biz eng kerakli narsalarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yolg'on degan. Men hali olmalarimni terishga ham ulgurmaganman. Mayli, nima ham qilardim. Sen esa hammani ogohlantirib yuribsan, barakalla. Barakalla qizaloq. Yashavor. Bu har ehtimolga qarshi yong'inni o'chirishga ulgurishimiz ham mumkin. Yashasın, biz uddaladik. Chunki biz bir jamoamiz. Do'stlar jamoasi. Qanday tasvirlar, qanday ajoyib tasvirlar. Olov, tutun, hammangiz ariq qazyapsiz. Ha? Faqat men yetishmayapman. Ha, axir sen suratga olayotganding. Ha, shunaqa. Ana o't o'chiruvchilar keldi. Hozir olovni o'chirib qo'yishadi. Ulgurishim kerak. Bugun namoyishning oxirgi kuni-ku. Sen ham bu multfilmni tomosha qilmoqchi eding. Yo'q, Petya, biz kinoga bormaymiz. Nima uchun, Katya? Voy! Mana shuning uchun biz uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Hammaga salom. Bolalar, nega bu yerda o'tiribsizlar? Biz sizlarni rosa kutdik. Bu jonim tish doktoriga ketayotib, bizga Ippolitga qarab turishimizni tayinladi. Shuning uchun uyda sho'ppayib o'tirishimiz kerak. Unga e'tibor berma. U kinoga borgisi kelayotgandi. Shuning uchun hammaga zaxlarni to'kib sochyapti. O'rningizga boshqa bir olib tursa bo'lmaydimi? Kim? Masalan, men kichkintoyni bilaman, u menga o'rgangan. Unday bo'lsa, bir necha soatga yo'qligimizni sezdirmay tura olasanmi? Biz tezda qaytamiz. Ippolit. Ippolit. Oy. Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Bolalar, berkinmasangiz ham bo'ladi. Jahlim chiqqani yo'q, to'pingizni oling. Ippolit. Voy. Seni ko'rib qolishlari mumkin-ku. Men bolani eplolmay qoldim. U yo'qolib qoldi. Nima? Faqat vahima qilma. Do'q qolgan turbozavrlarni yordamga chaqir. Ippolit uzoqqa ketmagan bo'lishi kerak.
Voy. Ay. U hech qayerda yo'q. Balki uyga berkinib olgandir. Bo'l, biz uyni hamma joyini qaradik. Aqlim bovar qilmaydi, qayerga ketdi? Ipolit Nora xolaning mashinasida ketdi. Shoshmay tur, Ipolit. Biz ularga yetib olamiz. Biz uni qayerga ketayotganini ham bilmaymiz-ku. Demak, bo'linishimizga to'g'ri keladi. Trak, ularni topishda yordam bera olasanmi? Hoziroq o'rmonga qaytishing darkor. Hamma qiziqarli voqealar mensiz bo'ladi-ya. Sen ham shu yerda qolasan. Biz Ipolitni topib kelgunimizcha buvim qaytib kelishi mumkin. Ha, Turbozavrlar olg'a! Nega to'xtatding, Tor? Yo'l yopiq ekan, u bu yerdan o'tmagani aniq. Voy. Voy. Ana xolos. Endi g'ildiraklarni almashtirishimga to'g'ri keladi. Ha? Qarang-ki, axir bu biz qidirayotgan mashina-ku. Biz ularga mashina bilan Ipolitni olib borsak, juda xursand bo'lib ketishadi. Salom. Biz mashina bilan Ipolitni topdik. Voy. Mashinani joyiga qaytarishingizga to'g'ri keladi. Teshirgan g'ildirakni ham almashtirib qo'ying. Ha, mashinamni g'ildiragini almashtirishim kerak. Endi hojati qolmabdi. Alo, mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Voy, o'g'irlashmagan ekan. Hatto g'ildiraklari ham joyida. Mo'jizani qarang-ya.